Uglovoyda joylashgan uylar chindan ham katta va hashamatli ko'rinadi. Tashqi tomondan kamtarona binoga o'xshasa ham ichlari juda ham boshqacha o'rtoqlar. 3-4 uydan tashkil topgan podvali ham to'liq qilingan. Egalari tomonidan chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Olmazor tumani Ko'kcha-Oqtepa mahallasi Mirzo G'olib ko'chasida joylashgan 3 sotuvda 7 ta xona qilib qurilgan hovlimiz. Hovlisida zelon zonasi va kafeldan chiqarilgan 2 ta mashina bemalol sig'adi. Bino chekirganimizda mana shunday tambur qismi, ro'parasida bo'lsa hol qismiga baho beringlar. Juda ham chiroyli bezaklar berilgan. Patologga mana shunday mozaika rombik oynalar yopishtirib chiqilgan, juda ham bir estetik kayfiyatni beradi. Sifatli eshiklar o'rnatilgan va patologi baland bo'lgan mana shu mehmonxonaga kirganingizda o'zingizni boshqacha his qilasiz. Ko'chaga qaragan 2 ta oynasi bor. Uyimizga so'ralayotgan narxni video oxirida aytib o'tamiz. Birinchi qavatdagi yotoqxonani bitta ko'rsatib beraylik. Uglovoyda joylashganligi uchun 2 ta tomonga qaragan oynasi bor. O'zining ichida qulaylik uchun sanuzellari ham qilingan. Bu uyimizning dizaynida hozirda urf bo'lgan yorqin ranglardan foydalanilgan. Bu yoqda bo'lsa katta oshxonamiz, oshxona mebellarini ham boplashibdi. Darvoqe, bu uyda katta oilalar bemalol yashasa bo'ladi. Chunki bu uyning xonalari juda ham ko'p. Podvalida ham katta xonalari bor. Bu birinchi katta xonasi. Bu yoq o'ng tomonimizda o'zini mana shunday kotelning xonasida joylashtirilgan, do'kon yo'llari, aristollari o'rnatilgan. Va bu yoqda bo'lsa yana bitta katta xona bor. Uni bilyardli zona, dam olish zonalari qilib olsangiz bo'lar ekan. Hali bu hammasi emas o'rtoqlar. Hali ko'rmagan 4 ta xonamiz bor. Ikkinchi qavatga chiqishni boshlaymiz. Zinnalarga baho bersanglar, ko'rib ko'zingiz quvnaydigan naqshlari ham bor ekan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda birinchi bolalar yotoqxonasi, devorlarda 2 xil bo'ydan kombinatsiya qilingan. Bu yoqda bo'lsa sanuzellari bor ekan. Yana sal yuqoriroq ko'tarilganimizda ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'zining ichida sanuzellar sharoitlari qilingan. Shkaflar uchun joylari ham ajratilgan ekan. Oxirgi xonamizni ko'rsatamiz. Sizlardan bo'lsa o'rtoqlar, bu uyning proyektiga 1 dan 5 gacha baho berishinglarni so'rab qolamiz. Kommentariyada fikrlaringizni kutamiz. Bu yotoqxonamiz ham o'zining ichida sanuzellari bo'lgan ota-onalar yotoqxonasi.